Uchtaligimiz sho'rnoy holatda tayyorda. Kecha reklamaga bergandik, sirazi sotildi. Yangiqo'rg'ondan klientimiz telefon qilib, razborka, zborkaligini aka kraskasini sochib, qo'l taxtasini qadab o'zimizga olib beravering dedilar. Sotildi. Assalomu alaykum, Adim Metal jamoasini kuzatib boruvchilar. O'zimizni Namangan, Yangiqo'rg'on, yuqori Navken degan joyga uchtaligidan bir dona Yamariqqa через internet zakaz berishdi akalarimiz. Xudo xolasa bu qo'y qo'ramizni razmeri uzunligi 2,5 metr, og'lidan qo'yi ketigacha 180. Bu akamizda ishlar bo'yicha qo'ylar o'sha qorong'ida turib bir-biri bilan suzishib qo'yapti-ku. Menga o'sha yakka turadigan, qo'chqor bo'lib yemlaydigan qo'yxona kerak dedilar. Kakrat 3 ta qo'ylariga 3 talik qo'y qo'rayvasi olib kelib berdik. Buni qulaylik tomonliklari endi razborka, zborka bo'ladi. Oraliq masofa 80 dan, suv paqirlarigacha udobstvasi bor. O'g'illari chuqur, tagidagi taxtasi toza rossiyskiy listvak, перегородкаlar olinadi. Materiali konteyner material. 2 taligidan boshlab 5 taligacha yasab beraveramiz. Tog'a, fikringiz endi obunachilarimga ma'qulmi? Juda ma'qul. Rahmat. Xudo xolasa, buyurib nasib qilsin. Xudo xolasa, ha. Sizlarni ham ishlaringizga omad. Rozi bo'lasiz, tog'a. Effekt bo'lsa yana zakaz beraverasizlar. 3 tali, 4 taligacha mana bu yerlarga ham yasab beraveramiz.